Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumuz termik va kimyoviy shikastlanishlar. Reja, birinchi savol. Kuyish tushunchasi va turlari, termik kuyishlar darajalari, etiologik omillar, patogenezi, klinik belgilari, morfologik tavsifi. Ikkinchi savol. Termik kuyishlarni davolash, kimyoviy va termokimyoviy kuyishlar. Uchinchi savol. Nurlar ta'sirida kuyish, umumiy sovuq qotish. To'rtinchi savol. Sovuq urish darajalari, etiologik omillar, patogenezi, klinik belgilari va morfologik tavsifi. Kuyish, konvulsiya deb fizik agentlar, yuqori darajali haroratli issiqliklar, nur va elektr toki ta'sirida hayvonlar tanasida to'qimalarning mahalliy shikastlanishiga aytiladi. Olifka bo'yicha yuqori haroratli issiqlik va kimyoviy moddalar ta'sirida teri shilliq pardalar va chuqur joylashgan to'qimalarning buzilishi Plaxotin bo'yicha kuyishlar aytiladi. Endi kuyish darajalariga qarab, birinchi darajali kuyishlar, ikkinchi darajali kuyishlar hamda Krebix bo'yicha kuyishlar 5 ta darajada kuzatilgan. Birinchi darajali kuyishlarda qizarish, ikkinchi darajali kuyishlarda degan pufakchalar hosil bo'lishi, uchinchi darajali kuyishlarda yuzaki nekroz, to'rtinchi darajali kuyishlarda chuqur nekrozlar hosil bo'lishi aytib o'tilgan. Beshinchi darajali kuyishlarda yumshoq to'qimalarning to'liq nekrozi va kuyib ko'mirga aylanishi aytib o'tilgan. Bundan tashqari olifka kuyishlarni 4 ta darajaga bo'ladi. Birinchi darajali kuyishlarda qizarish yoki terining chegaralangan shish hosil bo'lishi aytilgan. Ikkinchi darajali kuyishlarda pufaklar hosil bo'lishi yoki terining tarqalgan shishlarni hosil bo'lishi aytib o'tilgan. Uchinchi darajali kuyishda koagulyatsiya nekrozlar aytilgan. To'rtinchi darajali kuyishlarda bo'ladigan bo'lsa to'qimalarning ko'mirga aylanishi aytib o'tilgan. Plaxotin bo'yicha kuyishlarni darajalari 5 ta darajaga ajratilgan. Birinchi darajali kuyishlarda yallig'lanish asosan kechadi, achchiq shishni hosil bo'lishi. Endi qishloq xo'jalik hayvonlarida, otlarda kuyishlar kuzatilganda teri qoplamasi, jun qoplamasi kuyib, teri qoplamasida qizarish va shishlarning hosil bo'lishi birinchi darajali kuyishda. Ikkinchi darajali kuyishda bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi darajali kuyishlar kuzatilganda belgilar yanada kuchayadi, achchiq, og'riq yoki bo'lmasa gipermiya, teri suv o'sma qavatining buzilishi. Go'shtxo'r hayvonlarda har xil kattalikdagi suyuqliklarning to'planishi bilan xarakterlanadi. Uchinchi darajali kuyishlarda epidermis va terining suv qisman qavati shikastlanishi, koagulyatsiya nekrozi rivojlanishi ham kuzatilganligi aytib o'tilgan. Keyingi savolga kuyishning 4-darajalisida to'liq ko'mirga aylanib teri fatsiyalar va hatto mushaklar koagulyatsiya nekrozlarining kelib chiqishi. Bundan tashqari 5-darajali kuyishlarda yumshoq to'qimalar va suyaklar ko'mirga aylanishi. Kuygan joylarda asosan mana bu ko'radigan bo'lsangiz itlarni oldingi oyoq qismini, lapasining pastki qismida kuyib ko'mirga aylanganligi kuyish darajalari ko'rsatib o'tilgan. Endi turli hayvonlarda kuyish darajalarini kechish xususiyatlari asosan kuyishning birinchi darajalarida ot va qaramoqlarda 20 daqiqadan keyin hayvonlar bezovtalanib, oyoqlarini yer bilan tirnashi yoki bo'lmasa holga kelishi, yotib turishi, achchiq shishlarning hosil bo'lishi, qizarish, nekroz, koagulyatsiya nekrozlarining kuzatilishini aytib o'tilgan. Keyingi savolga. Bu qaramoqlarda asosan mana shu koagulyatsiya nekrozlar. Bundan tashqari quruq nekrozga o'tkazgan holda davolasak yoki bo'lmasa kuygan joylarda terini ajratib tushishi uchun terini kuygan to'qimani ajralishini tezlashtiradigan turli xildagi dori vositalar, masalan vazelinlar yoki bo'lmasa soda eritmalardan. Bundan tashqari 70% spirtlardan foydalansak ham samarasi yaxshiroq bo'ladi. Kuyish turlari, klinikasi va davolash tartibi. Termik kuyishlar hayvonlarni asosan molxona, otxona yoki bo'lmasa cho'chqaxonalarda olov ketganda yoki bo'lmasa issiqlik ta'sirida yoki bo'lmasa molxonalar yonib ketgan vaqtlarda mana shu kuyish turlari, termik kuyishlarning kelib chiqishini kuzatishimiz mumkin. Boshning kuyishi 6%, bo'yinning yuqorgi qismi yaqin va bel sag'ri qismi kuyishlari 17%, bo'yinning pastki qismi ko'krak va qorin 20%, oldingi oyoqlar 15%, orqa oyoqlar va sag'ri 22%, jinsiy a'zolar bo'ladigan bo'lsa 4% tashkil qiladi. Endi bu otlarda asosan mana shu bosh sohasida yoki bo'lmasa tanani 15% kuygan vaqtlarda asosan bu vaqtda kislotali muhit oshadi. Kislotali muhit oshganda biz ishqoriy natriy, kaliyli ishqorli dori vositalaridan qo'llagan holda davolasak samarasi yaxshiroq hisoblanadi.
Endi davolash asosan davolashni o'tkazgan vaqtimizda og'riqni yo'qotish uchun otlarga turli xildagi og'riqni qoldiradigan Novokeyn qamallari yoki bo'lmasa biomedikatsiya uchun ishlatiladigan dori vositalaridan hamda autointoksikatsiyani kamaytirish va yo'qotish uchun qo'llaniladigan dori vositalardan infeksiyaning oldini olish uchun turli xildagi sulfonamid hamda tetrasiklin guruhiga kiruvchi dori vositalardan kuygan va o'lgan to'qimalarni ajratishini tezlashtirish uchun turli xildagi mana shu mazlardan linementlardan foydalansak samarasi kattaroq hisoblanadi. To'qima regeneratsiyasini yaxshi sharoit yaratish uchun endi to'qima regeneratsiyasini yaxshi o'stirishni qo'llaydigan dori vositalaridan mana shu levomikon mazlaridan, betadin mazlaridan qo'llasak samarasi yaxshiroq hisoblanadi. To'g'ri va to'liq oziqlantirish uchun hayvonlar ratsioniga vitaminlarga, makro mikroelementlarga boy oziqalardan qo'shilgan holatda ratsionlar tuziladi. Keyingi endi biriktiruvchi moddalardan asosan taninlar, suvli eritmalardan 2% mental ko'ka yoki bo'lmasa brilliant ko'ka, 10% kumush nitrati, kuygan joyni quritish va himoyalash uchun kukunli antiseptik moddalar, kstroforum, dermatol, streptosid bilan pensilin, bismut bilan turli xildagi dori vositalaridan qo'llab davolasak samarasi yaxshiroq hisoblanadi. Keyingisi mana bu itlarda asosan bosh sohasidagi, bo'yin sohasida kuyishlar, bu kuyishlar asosan mana shu itlarda birinchi darajali kuyish hisoblanadi. Teri qoplamasining, jun qoplamasining 1-2 sm hamda teri qoplamasida ham kuyish va qizarish, shish hosil bo'lganligi kuzatilgan. Keyingi davolash ishi. Endi davolash asosan ishlari birinchi navbatda og'riq yo'qotish maqsadida yurak ishini yaxshilovchi dori vositalaridan og'riqni yo'qotish maqsadida asosan analgin dimidrollar, yurak ishini yaxshilash maqsadida kafeinlar qo'llaniladi hamda kafein yoki 15% Novokeyn bilan 10% natriy bikarbonat eritmasini yuborsak samarasi yaxshiroq hisoblanadi. Keyingi kimyoviy kuyishlar. Teri yoki shilliq pardalarda kimyoviy moddalar, kislotalar, azot, sulfat, xlorid, margamin, xrom, karbol kislotalari va boshqa so'ndirilmagan ohak, og'ir metall tuzlari, kumush nitrati, sink xloridi, mis kuporasi va boshqalar ishqorlar, natriy yoki kaliy gidroksidi, ammiak ta'sirida hosil bo'ladi. Kimyoviy moddalar tirik to'qima bilan bevosita aloqada bo'lib, hujayra plazmasini oqsillari bilan biriktiradi. Bundan tashqari kislota hamda ishqorlar ta'sirida va azot, sulfat, so'ndirilmagan ohaklar ta'sirida ham kuyishlarni kuzatishimiz mumkin. Keyingisi asosan mana bu kuyishlar asosan mana shu so'ndirilmagan ohaklarni itlar organizmiga yoki bo'lmasa itning organizmiga to'kilishi yoki bo'lmasa sochilishi natijasida mana shu naqangi kuyishlarning kelib chiqishiga asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Davolash endi kimyoviy moddalar ta'sirida kuyishda eng asosiy vazifalardan biri kuydiruvchi moddalarning konsentratsiyasi pasaytiruvchi va neytrallaydigan. Shuning uchun kuygan joy suv bilan yuviladi va qarshi ta'sir etuvchi moddalar qo'llaniladi. Kislotali kuyishda ishqorlar 2-3% navshadin spirti, 5-10% natriy bikarbonati, sut, bor kukuni, ko'l, kuygan magneziya va boshqalar qo'llaniladi. Keyingisi termokimyoviy kuyishlar odatda kimyoviy kuyishdan og'irroq kechadi. Bunda asosan termokimyoviy kuyishlarda hayvonlarda mana shu molxona, otxona yonib ketgan vaqtda hayvon tanasini 35% dan 50% gacha kuyadigan bo'lsa, hayvonlarning o'limi bilan ham tugashi kuzatilgan. Sovuq urish chaqiruvchi omillar. Endi sovuq urishni chaqiruvchi omillar asosan tashqi muhit ob-havo -18-20 gradusda, hayvonlarning jun qoplamasi, teri qoplamasida haddan ziyod namlikni yoki bo'lmasa terining namlanib qolganligi, ho'l bo'lib qolganligi hamda sovuq urish natijasida hayvonlarda mana shu suyaklarning yorilishi yoki bo'lmasa suyaklarda karies, suyaklarning mayda dona parchalanish, molekulyar parchalanishiga olib keladi. Bundan tashqari sovuq urish vaqtida infeksion kasalliklarning intoksikatsiya, og'ir ish bajarish va uzoq masofani bosish, ko'p vaqt sovuqda qolib ketish, shunaqangi holatlarda mana sovuq urishlarning kelib chiqishiga asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Qaramoqlarda sovuq urishlar asosan yilin qismida sovuq urishlar kuzatilgan vaqtda
yilida nekroz jarayonlari rivojlanib, birinchi o'rinda qizaradi, keyinchalik ko'karadi, keyinchalik qorayib, mana shu nekroz jarayoni rivojlanishiga asosiy sabablardan bittasi hisoblanadi. Bu it va mushuklarning tashqi sharoitda qolib ketgan, dala sharoitda qolib ketgan vaqtda asosan juni kam joylarda, quloqlarida, ko'z atroflarida hamda burun, og'iz atroflarida sovuq urishlar kuzatiladi. Birinchi qizarish, keyin ko'karish holatlari kuzatiladi. Bu mushuklarda ham xuddi shu tartibda kuzatiladi. Mushuklarda burun qismida sovuq urishlar. Bundan tashqari itlarda hamda mushuklarda ko'radigan bo'lsak, juni kam joylarda, terida yoki bo'lmasa quloqning ustki qismida, burunning uchki qismlarida sovuq urishlar kuzatiladi. Bu mushuklarda asosan itlarning oyog'ining past qismi, lapasida sovuq urishlar vaqtida -15 yoki bo'lmasa 18-20 gradus bo'ladigan bo'lsa, birinchi qizarish, keyinchalik ko'karib, keyinchalik qorayish holatlari kuzatiladi. Keyingisi asosan mushuklar davolangan vaqtda og'riq qoldiruvchi dori vositalaridan hamda mazlardan foydalangan holda davolanadi. Sovuqning hayvon organizmiga ta'siri sovuq urishlar 1, 2, 3 hamda 4-darajali sovuq urishlar bo'ladi. 1-darajali sovuq urishlar badanning uvishiga, ya'ni terining reaktiv yallig'lanishiga olib keladi. 2-darajali sovuq urishlarda teri qon tomirlarida turg'unlik hosil bo'ladi. 3-darajali sovuq urishlarda terida destruktiv degenerativ o'zgarishlar bilan nekroz kuzatiladi. 4-darajali sovuq urishlarda sovuq urish jarayon teri ostidagi yumshoq to'qima va suyakchalargacha yetadi. Sovuq urgan organ sinishi mumkin kuzatiladi. Mana bu sovuq urish natijasida asosan mana shu oyoqning pastki qismida qizarish hamda nekroz jarayonlarining rivojlanganligi kuzatilgan. Mana bu mushuklarda asosan qizarib sovuq urgandan keyin shu yerda shishish yoki bo'lmasa sovuq urish vaqtida qizarib qolish holatlarini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Endi umumiy sovuq urishlar hamda sovuq urishlarni davolash vaqtida asosan mana shu hayvonlarda 30-36 gradus darajagacha issiqlik bilan isitish yaxshi natija beradi. Bundan tashqari sovuq o'tgan hayvonlarga sun'iy nafas oldirish qo'llaniladi. 30 foizli spirt glyukoza eritmasi qo'yiladi. Teri ostiga kafein yoki bo'lmasa efir bilan kamfora 50 ga 50 miqdorda spirt bilan kuchli masaj qilinadi. Sovuqotgan buzoq yoki cho'chqa bolasiga 15-20 gradus darajadagi kaliy permanganatli 1/500 eritmasi bilan to'ldirilgan vanna qo'yish lozim. Keyinchalik vannaga asta-sekinlik bilan 38-40 gradusgacha yetkaziladi. Hayvonga 15% novakein bilan antibiotiklar yuborish yaxshi samara beradi.